Masalan, demak daraza fe'li belgilari berilgan. Ko'zning qizil va oq bo'lishi hamda mo'ylovining kalta va uzun bo'lishi X xromosomaga birikkan holda sinaladi. Qanotlarning uzun va kalta bo'lishi alohida autosomada bo'ladi. Bizga barcha belgilar bo'yicha heterozigota bo'lgan urg'och pashsha deymiz. Demak, barcha belgilari bo'yicha heterozigota bo'lgan degani demak katta A, umuman belgisi katta A, kichkina a, katta B, kichkina b, katta D, kichkina D belgilari bo'lgan. Faqat bitta muammo X xromosoma bo'lgan, katta D, kichkina D bo'lgan. X xromosomaga bilamiz to'liq birikkan holat degani uchun, ya'ni qaysi A, qaysi B, misol uchun katta A katta B mi yo katta A kichkina B mi aniq emas. Shuning uchun ona hamda XY barcha belgilar bo'yicha resessiv degani uchun demak kichkina A, kichkina B deymiz. Chatishtirilyapti. Taki Y belgi tashimaydi. Shuni hisobiga kichkina D, kichkina D belgisi deb qo'ysak, ular autosomada joylashgan. Endi bularda chatishtirish natijasida olingan organizmlar F1 da 1.2 dan tashkil etdi. 25% qizil ko'zli. Shu yerda aytibdi qizil ko'zli. Demak, qizil ko'zli bo'lsa bizniki katta A, X demak bundan o'tgan bo'ladi, qizil ko'zli. Mo'ylovlari uzun urg'ochlar. Mo'ylovi uzun bo'lsa katta B. Demak, qizil ko'zli mo'ylovlari uzun. Yo'q, kichkina B ekan. Qizil ko'zli mo'ylovlari uzun bo'lsa kichkina B bo'ladi. Endi demak keyingi organizmdan misol uchun bundan agar o'tgan bo'lsa ham X yoki Y belgisi o'tgan bo'lsa ham faqat kichkina A, kichkina B o'tadi. Y o'tsa ham hech narsa o'tmaydi. Demak, katta A va kichkina B ni bundan onadan olgan deb olamiz. Shunda onasini belgisi katta A bilan kichkina B ekan. O'z-o'zidan bizda kichkina A bilan katta B belgisi, ya'ni X ning ikkinchi xromosomasida bo'ladi. Mana shunaqangi organizmlar demak bizda aytibdi 25% debdi. Urg'ochlar deb aytibdi ekan. 25% demak chatishtirilyapti. Mana shu. Demak, onani genotipi, otaning genotipi. 25% oq mo'ylovlari kalta. Ko'zi oq, mo'ylovlari kalta. Erkak pashshalar. 25%. Demak, erkak pashshalar degan XY. X da ko'zlari oq bo'lsa kichkina A, mo'ylovlari kalta bo'lsa katta B. Erkak pashshalar bo'lgan D belgisi bo'yicha endi bilamiz. D belgisini bizga bermagan ekan. Erkak pashshalar ekanligini qiladi. Mana shu ma'lumotlarni bergan bizga. Savol: F1 da mo'ylovlari uzun, oq, urg'ochi, qanotlari kalta, mo'ylovi uzun erkak pashshalarning jami sonini aniqlang debdi. Demak, bularni genetik tagiga tuzib olamiz. O'rtadan ikki qilgan o'tolmadi.
ya'ni x kichkina a kichkina b kichkina d yoki y kichkina d. Onadan ikkita jami 4 ta gamet olinar ekan. X katta a savol. A savol berilyapti bizga. Demak, uzun, ko'zlari oq. Demak, bizga savol A. Uzun bo'lishi kerak. Uzun bo'lsa kichkina. X xromosomaga birikkan bo'ladi. Qanotlari katta B. Mo'ylovlari uzun. Mo'ylovlari uzun bo'lsa, demak, katta D belgisiga ega bo'lgan organizm topishimiz kerak bo'ladi. Erkak bo'lsin debdi. Faqat mana shu organizm ekan. Qanotlari bo'lsa, erkak organizmi sonini aniqlang. Demak, 8 tadan bittasi hisoblansa, bizda 1200 ta bor. 1200 tani 8 tadan biri. Ya'ni 8 ga bo'lib qo'ysak ham bo'ladi. Biz proporsiya ishlab qolamiz. 8 qismi shuncha bo'lsa, bir qismi nechta bo'ladi? X teng. ta. Demak, bizga dastlabki 150 ta organizm shunaqangi xususiyatga ega. B javob. Avlodda olingan pashshalarning nechtasi qizil ko'zli, uzun qanotli? Qizil ko'zli demak, X katta A, uzun qanotli kichkina B yo'q. Qizil ko'zli uzun qanotli bo'ladi. Qizil ko'zli uzun qanotli. Uzun qanotli katta D bo'ladi, katta A'si bo'ladi. Demak, katta A bilan katta D'si bor javoblar belgilab chiqamiz. Bitta ikkitasi. Ya'ni to'rtdan bir qismi ekan. Proporsiya boyagiday 1200 tani. Demak, 4 qismga bo'lamiz endi. Yoki 8 dan ikkitasi hisoblanadi. 8 dan ikkitasi shunaqa. 8 qismi shuncha bo'lsa, 2 qismi qancha bo'ladi? X teng 300 ta. C javob. Avlodda olingan pashshalarning nechtasi oq ko'zli, kalta mo'ylovli? Oq ko'zli, kalta mo'ylovli. Oq ko'z demak kichkina A bo'ladi. X xromosomaga birikkan. Kalta mo'ylov katta B bo'ladi. Kalta mo'ylov avlodda olingan pashshalarning nechtasi? Demak kichkina A B. Kichkina A B oq ko'zli. Bizga mana bu bor ekan. Bitta ko'zli kalta mo'ylovli. Oq ko'zli kalta mo'ylovli. Oq ko'zli kalta mo'ylovli. Oq ko'zli kalta mo'ylovli. Demak, umumiy 4 ta bor. 2dan bir qismi 8 tadan 4 ta bor ekan. 2dan bir qismi desak ham bo'ladi. Yoki 1200 tasini 8 qism 4 qismi qancha bo'ladi? Yarmi.
X teng javob 600. D. Avlodda olingan pashshalarning nechtasi qizil ko'zli X katta kalta qanotli kichkinada uzun mo'ylovli katta V mo'ylov uzun bo'lsa mo'ylov uzun kichkina B. Mana shunaqa organizmlar. Urg'ochisa debdi. Demak X bo'lishi kerak. Shunaqalar XX urg'ochlar ichidan izlaymiz. Bitta. Menimcha boshqa yo'q. Avlodlarda olingan pashshalarning nechtasi debdi. Qizil ko'zli, kalta qanotli, uzun mo'ylovli urg'ochi pashshalar hisoblanadi. 8dan bir qismi 1200 da 8 ga bo'lib qo'ysak ham bo'ladi. 150 ta.